Yana bu kunlarda hadis sharifda tahlil takbirni ko'paytiringlar dedilar payg'ambar alayhisalom. Shuning uchun tashrih takbirlari aytish bizning Hanafiy mazhabida vojib amal hisoblanadi. Arafa kunining bomdodidan boshlaymiz. Har bir farz namozning so'ngida darrov namozga salom bergandan keyin takbir tashrihni aytish bizga vojib bo'ladi. Payg'ambar Efendimiz sallallohu alayhi vasallam shunday qilganlar. Har farz namozning so'ngida salom bergandan keyin darrov bir marta Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Mana shu matnda ulamolarimiz qabul qilganlar. Shu matnda bir marta aytish vojib bo'ladi. Agar imomga iqtido qilgan ayol kishi bo'lsa ham, musofir kishi bo'lsa, ularga ham bu takbirni aytish vojib bo'ladi. Faqat ayollar ovozlarini ko'tarmay takbir aytadilar. Imom esdan chiqarib qo'ysa, salom bergandan keyin orqadagilar, ya'ni ergashganlar takbir aytishadi. Bir marta aytishligi vojib bo'ladi. 2 marta aytaman desa, sunnat keyin mustahabga qarab ketaveradi. Ammo jamoat Arafa kunining bomdodidan boshlab Hayit kuni va undan keyin 3 kun tashrih kunlari, jami 5 kun, 5-kuni asrda aytib to'xtatadi. 23 mahal namozning so'ngida bir martadan bu takbirni aytish bizning Hanafiy mazhabida vojib amal hisoblanadi. Sunnat deganlari bo'lgan albatta.